Alloh, shu muborak Ramazon oyida do'stimni o'zing panohingda asra. Uning avvalgi va hozirgi barcha gunohlarini mag'firat qil. Bilganini ham, bilmaganini ham kechir. Agar qalbida og'irlik bo'lsa, yengillik ber. Agar yomon odatlari bo'lsa, ularni tark etishga kuch ato et. Uni nafsiga g'olib qil. Do'stimdan o'zing rozi bo'l. Qadamlarini to'g'ri yo'ldan ayirma. Ota-onasiga uzun umr, baraka ber. Ularni umra va haj ziyoratlariga olib borishni do'stimga nasib et. Uni hech qachon kambag'allik bilan, muhtojlik bilan sinama. Odamlarga masxara bo'ladigan holga solma. Rizqini keng, qalbini pok, yuzini yorug' qil. Ramazonni uning hayotida yangi, pok bir sahifa qilgin.